Rahmat. Hozir sovg'alar. Oo, Mahmud aka. Hech kim qolmadi, hammaga beringlar. Amin. Elhamdülillah hamdan kasiran tayyiban mübareken fih. Barchalarimizni qadamlarimizni qutlug' muborak etsin. Amin. Rejalashtirib kelgan umra ibodatlarimizni chiroyli, ko'zingizga to'lagiga muvofiq yo'llarda qilishni nasib aylasin. Vujudimizga sabab bo'lgan o'tib ketgan otalarimiz o'zing rahmatingga fazliga ol. Qolganlarimiz salomat ayla. Shu 10 kun mobaynida Parvardigor baxtimizni g'animat qilib, o'zingning roziligiga muvofiq ibodatlarni qilishni barchamizga nasib aylasin. Ishga Hamma